Futbol bu shubhasiz odamlarga katta emotsiya beradigan o'yin. Kimdir uni sevadi, kimdir esa yomon ko'radi. Buni ajablanarli joy yo'q. Ba'zida futbolchi gol urgandan so'ng golni o'zgacha tarzda ifodalashni xohlab qoladi. Masalan, u mana shunday quvonishi mumkin. Biroq futbolchi xatti-harakatlarni maydon tashqarisida ko'rsatishga harakat qiladi. Agarda sizga golni nishonlayman deb qizil kartochka olgan futbolchilar qiziq bo'lsa, u holda bugungi dasturimizni oxirigacha ko'ring. Demak, assalomu alaykum. Mo'jizaviy dunyo e'tiboringiz markazida. ...2002 yil 15 sentyabrda bo'lib o'tgan o'yin futbolni quvonchli, achinarli va xavotirli bo'lishi mumkinligini ko'rsatib berdi. Ganver yulduzi Sabolich Xusti o'yinning oxiridagi qo'shimcha vaqtda gol urdi. Oshirilgan to'pni golga aylantirish nafaqat ajoyib bo'ldi, balki bu gol jamoa g'alabasiga ham sabab bo'ldi. Bundan futbolchi juda xursand edi, lekin sudyaning fikriga ko'ra juda oshirib yuborgan. Quvonchini ichiga sig'dira olmagan futbolchi futbolkasini yechdi va sariq kartochka allaqachon tayyor edi. Biroq futbolchi faqat futbolka yechish bilan cheklanib qolmaganda, u muxlislar tribunasiga deyarli chiqib ketganda va qizil kartochka ham uni ko'p kuttirmadi. Grek futbolisti Giorgos Katitis 2013 yil 16 martda bo'lib o'tgan o'yinda gol urgandan keyin uni nishonlash uchun g'ayritabiiy va juda g'alati yo'lni tanladi. Futbolchi muxlislar oldiga yugurib borib, qo'lini noodatiy tarzda boshidan yuqoriga ko'tardi. Ha, bu o'sha hammaga mashhur harakat, lekin nima sababdan sudyalar o'sha zahoti norozi bo'lmadi? Biroq keyinroq hukumat bunga kech bo'lsa ham e'tibor qaratdi. Chunki futbolchining harakati butun jamoatchilikning e'tiborini tortganda. Futbolchi e'tiroz va tanqidlarga uchradi va oxir-oqibat terma jamoadan haydaldi. Keyinchalik futbolchi bunday harakatning ma'nosini tushunmasligini tan oldi va bu narsani noto'g'ri deb o'ylamagan ekan. Terma jamoa safiga qayta olishmadi va bu uni professional darajada o'yin ko'rsatishdan to'smagan edi. Yo'q, rostdan ham golni g'ayrioddiy nishonlash hech qachon yaxshilikka olib kelmaydi. Buni esa 2014 yil 27 sentyabrda o'tkazilgan o'yinda ham ko'rishingiz mumkin. O'yinchi futbolkasini yechib, xursandchilik qilishining yomon tarafi yo'q, biroq Silvano o'zining sevimli muxlislari oldida aylanib golni nishonlamoqchi bo'ldi. Shuning uchun tribunaga chiqib oldi. Sudya esa bunga o'z munosabatini bildirdi. Futbolkasini yechgani uchun sariq kartochka va tribunadagi shou uchun qizil kartochka. Bu futbolist uchun esa juda achinarli. Shubhasiz skameykalar yetarlicha to'lmagan holatidan rozi emasdilar. Shuning uchun ham futbolchining xayoliga bema'ni hazil kelib qoldi. U tribunaga yugurib borib, o'zi xursandchilik qila boshladi. Hazilni tushunmagan sudya qaroridan keyin uning hayrati yanada oshdi. Ushbu golni nishonlash ajoyib va kulgili ko'rinishiga qaramasdan, futbolchiga birdaniga ikkita sariq kartochka va orqasidan qizil kartochka ko'rsatildi. Zafar qozonishga sabab bo'lgan goldan keyin sudyaning ko'rsatgan qizil kartochkasi har doim bahs munozaraga sabab bo'ladi. Ammo urugvaylik futbolchi raqib jamoa darvozaboniga quroldan o'q otgandek harakati uchun berilgan qizil kartochkani qanchalik haqli deb o'ylaysiz? Aytish kerakki, birinchi navbatda futbolistlarga xos bo'lmagan xatti-harakat uchun sariq kartochka ko'rsatildi. Biroq keyinchalik o'zining xatti-harakatiga qarshi chiqqandan keyin qaror o'zgardi. Qizil kartochka. Taxmin qilish mumkin, gol urgandan keyin shortigini yechib nishonlash juda yaxshi fikr emas. Ehtimol bu futbolchi to'pni darvozaga kirgazgandan keyin qattiq hayajonlanib, qarorini to'g'ri deb o'ylagandir. Makedoniyalik yarim himoyachi 2013 yilda o'tkazilgan o'yinda urgan golidan shunchalik baxtiyor ediki, shortigini yechib boshiga kiyib olishga qaror qildi va shu holatda raqsga ham tushdi. Menimcha sudya raqsni yoqtirmasa kerak va u ikkinchi sariq kartochkani ko'rsatdi. Bu esa qizil kartochkaga aylandi. Shundan keyin ham shortigini kiymasdan maydonda aylanib yurgani hammani ajablantirdi. Ba'zi professional futbolchilar juda iste'dodli, ayniqsa ba'zilari. Masalan, mana bu futbolchilar qilich o'ynatishadi, yugurishadi va hatto raqsga ham tushishadi. Qanday iste'dod sohiblari. Ammo futbolchining o'z sherigini otib tashlashiga sudya yaxshi baho bermadi va qizil kartochkani ko'rsatdi.
Umuman olganda biz futbolchilarni raqsga tushish uchun maxfiy qo'shiqlari bor deb o'ylaymiz va bunga allaqachon ishonchimiz komil. 2017-yil 17-iyulda o'tkazilgan o'yinda hech qanday ortiqcha harakatlar bo'lmaganda, argentinalik hujumchi Carlos Tevez bir o'yinda gol urgandan so'ng uni xo'roz raqsi bilan o'yinga tushib nishonladi. Qarshi komanda fanatlari esa o'z o'rnida tovuqlar komandasi deya laqab qo'yishdi. Aftidan raqsi biroz salbiy oqibatga olib kelganga o'xshaydi. Bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.